Assalomu alaykum, hurmatli Yempurush akalarimiz. Bizga oxir mahal shunday savollar ko'p tushyaptiki, что yemxonalarda vitamin premixlarni sotsa bo'ladimi degan savollar ko'payib bormoqda. Qisqacha qilib tushuntirib beraman akalar. Aynan karmovoy dabavkalar yemxonalarda sotiladi, Yevropalarda ham. Bular sizlar sotayotgan ozuqasiga qo'shib beradigan vitamin kompleks hisoblanadi. Hali sotmagan yoki sotmoqchi bo'lgan akalarimizni hamkorlikka chorlab qolamiz. O'zimiz yo'l yo'riqlarini o'rgatib, sir sanoatlarni o'rgatib qo'yamiz. Ko'p yemxonalarda bu premixlarni qo'ygandan keyin savdolari 2 barobarga oshganini o'zim guvohi bo'ldim. Albatta buni yo'l yo'riqlari oddiy. Hamma premixlarimiz berilayotgan ozuqadan kelib chiqib 1% beriladi, ya'ni kim 100 kiloga 1 kilo qo'shib beriladi. Albatta maslahat beraman, sotinglar, savdolar ham yaxshi yuradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Novimixlarimizdan chiroyli assortiment qilib, o'zimiz besplatniy dostavka qilib yetkazib beramiz. Albatta yangi ish boshlayotganlarga qo'shimcha bonuslarimiz bor. Salomat bo'ling, chorvangizga baraka.